Birinchi sababi, bu yoshlarimizda uchraydigan sababi bu jinsiy aloqa orqali yuqadigan kasallik hisoblanadi. Ayollarimizda ko'p uchrayotgan bo'yindagi papilloma haqida gaplashamiz. Bu kasallikni davolamaydigan bo'lsa, hattoki bachadon bo'ynining saratonini ham olib keladi. Agar sizda immunitet past bo'ladigan bo'lsa, papilloma virusi rivojlanib ketadi. O'z nomi bilan VPC, ya'ni virus papilloma человека. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Bahora Qodiraliyeva. Kommentariylarni o'qib chiqaman. Kommentariyada qanaqa savollar berishadi va qaysi kasalliklarga yechim kerakligini o'qib chiqib, keyin mana shu sizlar so'ragan savollarga birma-bir videorolik qilib chiqazib beraman. Shu videoroliklardan foydalanib, mana shu kasalliklarga ozgina bo'lsa ham yechim bo'lishi uchun. Bugungi kunda ayollarimizda ko'p uchrayotgan bo'yindagi papilloma haqida gaplashamiz. Men o'zim har doim bemorlarni ko'rganimda, bizani qabulimizga kelayotgan ayollarni ko'zdan kechirganimda bo'ynlarida ko'p papilloma bo'ladi va bu narsaga ayollar oddiygina qaraydi. Prosta sugaldi yoki bo'lmasam papilloma chiqibdi deb qo'yishadi. Aslida esa bu nima ekanligini bilasizmi? Bu sizning organizmingizdagi virus bo'ladi. O'z nomi bilan VPC, ya'ni virus papilloma человека. Bu virusni agar biz davolamaydigan bo'lsak, qanday asoratlarga olib kelishini siz bilasizmi? Agar ayollar bu kasallikni davolamaydigan bo'lsa, hattoki bachadon bo'ynining saratonini ham olib keladi. Shu ham sabab bo'la oladi. Chunki bu virus bizni organizmimizda teri va shilliq qavatlarini zararlab boradi. Buning oqibatida esa birinchi simptomlardan bu bo'yindagi qichishish bilan hosil bo'ladigan papillomalardir. Keyingisi ichki organizmda shilliq qavatlarda, intim zonalarda har xil suganlarning hosil bo'lishidir. Agarda sizni bo'yningizda shunday papillomalar bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda siz analiz topshiring VPCga. Analiz topshirganingizdan keyin ko'rsatmalarda sizga aniq faktlar bilan javobi chiqqandan keyin lecheniyasini olishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda bo'yningizda papillomalar bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda mana shu papillomalarni agar kattalashib ketgan bo'lsa, kosmetologda через lazer orqali olib tashlashingiz mumkin. Lekin bu bilan siz mana shu kasallikni davolay olmaysiz. Yangilari kelib chiqaveradi. Shuning uchun borini lazer bilan udaleniya qilib, keyingi chiqmasligini oldini olish uchun davolanishingiz kerak. Uning uchun birinchi navbatda biz bu kasallikni nima uchun kelib chiqqanini tushunib olishimiz kerak. Birinchi sababi, bu yoshlarimizda uchraydigan sababi bu jinsiy aloqa orqali yuqadigan kasallik hisoblanadi. Ikkinchi sababi yoshi kattalarda uchraydi. Bu sizdagi organizmingizni immuniteti tushib ketishi oqibatidadir. Agar ayollarda yoshi kattalarda bo'ladigan bo'lsa, ularni yoshlari o'tgani sari immunitet pasayib boradi va buning oqibatida bu virus uyg'onadi. Bizni vazifamiz, qiladigan ishimiz birinchi navbatda immunitetni ko'tarish. Ikkinchi navbatda esa eng kerakligi to'g'ri davolanish bo'ladi. Agar biz immunitetimizni ko'taradigan bo'lsak, mana shu virusni biz kuchaytirmaymiz. Ya'ni agar sizda immunitet past bo'ladigan bo'lsa, papilloma virusi rivojlanib ketadi. Ya'ni tanada har xil papillomalar hosil bo'ladi. Shuning uchun immunitetni ko'taradigan preparatlarni qabul qilish kerak. Ko'pincha ayollarda uchraydi 40 yoshdan keyin. Nima uchun? Oddiygina holat. 40 yoshdan keyin bizning metabolizmimiz buziladi. Gormonal balans fonlari buziladi. Klimaks og'ir davrlardan o'tamiz va hech qanaqangi preparatlarni, ya'ni tabiiy yo'llar bilan immunitet ko'tarishni ham o'ylamaymiz. Oddiygina klimaks deymiz, qo'yamiz. Bu borada klimaks davrida esa sizning immunitetingiz tushib boradi va bu virusni uyg'onishiga sabab bo'ladi. Biz immunitetni ko'tarib, mana shu virusni faqatgina uxlashiga qo'yib berishimiz kerak. Papilloma virusi bilan kurashish emas, balki immunitetni ko'tarib, mana shu virusni uxlatish kerak bo'ladi.
Endi qarang, bu papilloma virusini biza bo'ynimizdagi papillomalarni yo'qotish uchun nima lecheniyalar qilamiz? Bu davo choralari biologik faol qo'shimchalar bilan va giyohlar bilan davolanib kelinadi. Birinchi navbatda ayollarda agar biza davolash choralarini ko'rmoqchi bo'lsak, immunitetlarni ko'tarmoqchi bo'lsak, eng kerakli bo'lgan biologik faol qo'shimchalarni qabul qilib borishimiz kerak. Bu biza iste'mol qilishimiz kerak 40 yoshdan keyingi bo'ladigan holatlarga aytib o'taman. Agar bitta, ikkita hosil bo'layotgan bo'lsa, siz bemalol 5000 единица D3 ni K2 ligini nonushta bilan qabul qilasiz. Shundaygina qabul qilish noto'g'ri bo'ladi, bo'lmasam so'rilmay qoladi. Обязательно yog'li ovqatlar bilan iste'mol qilish kerak. Kechqurunga esa magniy glitsinat, magniy taurat yoki magniy malat yoki magniy sitrat, ya'ni sizni holatingizga qarab turib tanlab beriladi. Misol, magniy glitsinatni biza agar yaxshi uxlamasak buyuramiz. Agar bizada miya ishlash faoliyatida muammolar, xotiralar past bo'ladigan bo'lsa, magniy malatni buyuramiz. Agarda ich kelishi ravon bo'lmasa, qabziyatlar kuzatilayotgan bo'lsa, magniy sitrat iste'mol qilishlarini tavsiya qilamiz. Magniy tauratni esa davleniyasi, qon bosimi bor insonlarga tavsiya qilamiz. Mana shu ikkita preparatni qabul qiladigan bo'lsangiz, sizni immunitetingiz ko'tariladi. Shu bilan birgalikda yana bir giyohni aytib o'taman. Mana shu giyohni ham damlab iste'mol qilishingiz kerak. Bu echinatsiya. Bu giyohning nomi echinatsiya bo'lib, bu protevirusli giyoh hisoblanadi. Bu echinatsiya bemalol bozordan, giyohchilardan olishingiz mumkin. Bitta choy qoshiqcha kukunini olib, 200 gram qaynab turgan suvga damlab turib, kuniga 2 mahal ichasiz. Обязательно 30-40 minut dam yeyish kerak. Mana shu echinatsiya yordamida protevirusni hisoblangani uchun immunitetingizni ko'tarib, tanangizda yallig'lanishlarni ketkizib, qonni ham tozalab beradi. Shuning uchun doim lecheniya qilayotganingizda birinchi navbatda siz shifokor bilan maslahat qilgan holatda lecheniyasini olishingiz shart. Agar bu papillomalarni lecheniyasini, davosini olmaydigan bo'lsangiz, oqibati esa saraton bilan tugaydi. Aziz ayollarimiz, men sizga bermoqchi bo'lgan bugungi maslahatimni amalga oshiring. Agar sizda ham shunday bo'yningizda papillomalar hosil bo'layotgan bo'lsa, bunga bee'tibor bo'lmang. Bizani kanalimizga obuna bo'ling. Yanada qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.